bugun salomatlik marafoniga start berildi. Hurmatli prezidentimizni olib borayotgan islohotlar natijasida bizning viloyatimizda Sirdaryo tumani namunali tumanga tushgan. Tashkil etilgan tibbiy ko'riklarda o'zimga kerak bo'lgan travmatolog mutaxassisiga uchrashdim. Ularni biz diagnostik tekshiruvlardan o'tkazib, ambulatoriya yoki statsionar davo choralarini ko'rish to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqdamiz. Bitta skuter berildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Salomatlik marafoni orqali aholiga, oilasiga tinchlik, omonlik va salomatlik olib kiramiz.